O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Namangan viloyat Markaziy banki bosh boshqarmasi xodimlari ishtirokida Namangan davlat texnika universitetida Prezidentimizning naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlashga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Seminarda farmonning afzalliklari, samaradorligi haqida keng tushuntirish va ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Markaziy bank Namangan viloyat bosh boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan bugun Namangan viloyatida talabalar va professor o'qituvchilar ishtirokida o'quv seminar tashkil etildi. Bu o'quv seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmonlari, ya'ni naqd pul hisob-kitoblarni amalga oshirish, yashirin iqtisodiyotni oldini olish va uning afzalliklari, mazmuni, mohiyati bo'yicha to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. Bundan tashqari kiber gigiyena, ya'ni firibgarlar bo'yicha bugungi kunda aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan duch kelinayotgan holatlar bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib, targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Markaziy bank Namangan bosh boshqarma tomonidan ish guruh tuzilgan holatda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmonlarini bajarish maqsadida hududlarda ishchi guruh tuzgan holda aholi va tadbirkorlik subyektlariga bank terminallari va infokioskalar o'rnatilishi bo'yicha xatlov ishlari olib borilmoqda. Farmonda shuningdek, joriy yilning 1-aprel sanasidan naqd pulsiz to'lovlar tatbiq etilishi, jumladan davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanish, alkogol va tamaki mahsulotlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida aholiga neft mahsulotlarini sotish xizmatlari hamda elektromobillarni zaryadlash xizmatlari, qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan tovarlar, xizmatlar uchun faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar slaydlar yordamida professor o'qituvchi va talabalarga taqdim etildi. Bu o'quv seminarida bilmaganlarimni bilib oldim. Raqamli texnologiyalar haqida, ularning afzalliklari, kamchiliklari to'g'risida ma'lumot berib o'tildi. Biz talabalarga onlayn kredit olish usullari, kiber xavfsizlik haqida ham tushunchalar berib o'tildi. Bu biz uchun va barcha talabalar uchun foydali bo'ldi. Uning ikkinchi yarmida xuddi shunday muloqot Namangan davlat pedagogika instituti jamoasi bilan kechdi. Ularga ham naqdsiz shakldagi savdo-sotiq shaffoflikni ta'minlashi, do'kon, xizmat ko'rsatish joylarida karta orqali amalga oshiriladigan ushbu to'lov avtomatik ravishda hisobga olinishi, bu tadbirkorlarning daromadini yashirish imkoniyatini kamaytirishi hamda davlat byudjetiga tushumlar ortishiga sabab bo'lishi ta'kidlandi. Savol-javoblar bilan qizg'in o'tgan seminarda talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, plastik kartadan to'lovning qulayligi, eng asosiysi to'lovlar tez va xavfsiz amalga oshirilishi keltirildi. Shu bilan birga karta parolini sir saqlash, pin kodni boshqalarga aytmaslik, bankomatdan pul yechayotganda ham xavfsizlik talablariga rioya etish tushuntirildi. Internet orqali to'lov qilishda ham ishonchli saytlardan foydalanish, noma'lum yoki shubhali saytlarga karta ma'lumotlarini kiritish kiberhujumga sabab bo'lishi mumkinligi aytildi. Telefon va bank ilovalarini himoya qilish, unga parol o'rnatish, rasmiy ilovalardan foydalanish va shubhali havolalarni ochmaslik kiberxavfsizlikni ta'minlashga yordam berishi, kelgan SMS xabarlarni ham diqqat bilan tekshirish kerakligi bo'yicha ma'lumotlar berildi.